Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanmoqda. U nafaqat texnika sohasini, balki ta'lim, tibbiyot, biznes va boshqa ko'plab yo'nalishlarni ham o'zgartirmoqda. Shu sababli biz bugungi intervyumizni aynan kelajak kasblari va sun'iy intellekt ta'siriga bag'ishladik. Sun'iy intellekt bu mashinalarning inson kabi o'ylashi, o'rganishi va qaror qabul qilish qobiliyatidir. Masalan, telefonimizdagi ovozli yordamchi, YouTube tavsiyalari, onlayn tarjimonlar, bularning barchasi sun'iy intellekt asosida ishlaydi. Bugungi intervyumizda biz sun'iy intellektning kelajak kasblarga ta'siri haqida suhbatlashamiz. Sun'iy intellekt deganda nimani tushunasiz? Sun'iy intellekt bu kompyuter va robotlarning inson kabi fikrlashi, o'rganishi va qaror qabul qilish jarayonlaridir. Hozirda u ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda va kelajakda yana rivojlanadi. Sun'iy intellekt kelajak kasblariga qanday ta'sir qilmoqda? U ayrim oddiy va takroriy kasblarni avtomatlashtirmoqda. Masalan, ma'lumotlarni kiritish yoki oddiy hisob-kitob ishlarini kompyuter bajaradi. Ammo yangi kasblar ham paydo bo'lmoqda. Dasturchi, sun'iy intellekt mutaxassisi, ma'lumotlar tahlilchisi kabi. Demak, ba'zi kasblar yo'qoladimi? Ha, ayrim kasblar kamayishi mumkin, lekin inson tafakkuri, ijodkorligi va muloqot qobiliyatini talab qiladigan kasblar doim kerak bo'ladi. O'quvchilar bugundan boshlab nimaga e'tibor berishlari kerak? Axborot texnologiyalari, ularni o'rganish, xorijiy tillarni bilish va doimiy ravishda bilimlarini oshirib borishlari zarur. Chunki kelajakda bilim eng katta boylik bo'ladi. Sun'iy intellekt insoniyat uchun xavf tug'dirishi mumkinmi? Agar u noto'g'ri boshqarilsa, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun texnologiyalardan oqilona foydalanishimiz juda muhim. Sun'iy intellekt tushunchasi 20-asr o'rtalarida paydo bo'lgan. Olimlar kompyuterlarni inson miyasi kabi ishlashini orzu qilganlar. Dastlab oddiy hisob-kitob mashinalari yaratilgan bo'lsa, hozirgi kunda sun'iy intellekt o'z-o'zini o'rgana oladigan darajaga yetdi. Masalan, avtonom avtomobillar, tibbiyotda kasallikni aniqlovchi dasturlar, bank tizimida firibgarlikni aniqlovchi algoritmlar. Kelajakda bu texnologiyalar yanada takomillashadi. Yo'qolib borayotgan kasblar, sun'iy intellekt ayrim kasblarni qisqartirmoqda. Masalan, kassirlar, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallari, ma'lumot kirituvchi operatorlar, oddiy tarjimonlik ishlari, ba'zi zavod ishchilari. Chunki robot tezroq, aniqroq va charchamasdan ishlaydi. Ammo bu degani insonlarga ish qolmaydi degani emas. Sun'iy intellekt yangi kasblarni ham yaratmoqda. Dasturchi, sun'iy intellekt mutaxassisi, ma'lumotlar tahlilchisi, kiberxavfsizlik mutaxassisi, robototexnika muhandisi, kontent yaratuvchi, kelajakda kreativ fikrlaydigan, muammoni hal qila oladigan va texnologiyani tushunadigan insonlar talab yuqori bo'ladi. Ta'limga ta'siri, ta'lim tizimi ham o'zgarmoqda. Endi faqat yodlash emas, balki tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, jamoada ishlash ko'nikmalari muhim bo'ladi. O'quvchilar IT sohasini, xorijiy tillarni va zamonaviy kasblarni o'rganishlari zarur. Sun'iy intellekt noto'g'ri ishlatilsa, ishsizlik oshishi mumkin, shaxsiy ma'lumotlar xavf ostida qoladi, texnologiyaga haddan ortiq bog'lanish yuzaga keladi. Shuning uchun sun'iy intellekt ustidan insoniyat nazorati doimo zarur. O'zbekistonda sun'iy intellekt, mamlakatimizda ham
raqamlashtirish jarayoni kuchaymoqda. Onlayn davlat xizmatlari, elektron to'lov xizmatlari, IT park loyihalari. Kelajakda yoshlar uchun IT sohasi katta imkoniyatlar mavjud. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt kelajak kasblarini tubdan o'zgartirmoqda. Ba'zi kasblar kamayadi, yangi kasblar esa paydo bo'ladi. Eng muhimi doimiy o'rganish va o'z ustida ishlashdir. Bilim va tafakkur kelajakning eng katta boyligidir. Agar biz zamonga moslashsak, sun'iy intellekt biz uchun xavf emas, balki imkoniyat bo'ladi. Kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun bilim, tafakkur va ijodkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Guruh a'zolari Panoqulova Shabnam, Farmonova Sevinch, Pirqulov Jasurbek, Norxolov Nurislom sizlar bilan birgalikda bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.